Mana shu twerkaga nega sitofon qoplaydi? Kommentariyaga fikr qoldiringlar, ustalar, biladiganlar. Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 20-yanvar. Jizzax viloyati Andijon tumani Bo'ston MFYda joylashgan bir xonadon Marg'ilon jome masjidi. Mahalladosh usta aka-ukalarda hasharga ketgan edik. Mana mahallamizdan usta ukalarimiz kelib, devorimizni ikkinchi sloy chinoz tuxumidan shkaturka qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Mana qo'shni hovli tomoni qolib ketayotdi-da. 70 kvadratga qolib ketdi o'tgan safar. Hormanglar, jiyan. Tiniq chiqyapti lekin. Mana shu yerdan hududikda mana. Hani endi haqiqiy chivin qo'nsa burnini qashqa qiladigan bo'libdi-da, toyib. Ana shunday masjidimizda hashar. Bir xonadon Marg'ilon jome masjidi. Masjidimizda juda ko'p ishlarimiz bor, homiylar bo'lsa, mana karta raqamimizni eslatib o'taman. 5614 6820 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li yoki +99 893 323 0081 raqamiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz mumkin. Mana masjidga o'z hissamni qo'shaman degan insonlar bo'lsa bemalol, hammasi ishonchlik. Sog' bo'linglar. Avvalo Alloh hamma ustalarni kasb-koriga baraka bersin. Lekin O'zbekistonda qumshuvoq qilish bo'yicha, shkaturka qilish bo'yicha Qoraqalpog'istonlik ustalar zo'r deydi. Mana Jizzaxda ham, har narsada ham Qoraqalpog'istonlik ustalardan qolishmaydigan ustalar bor. Mana pashsha qo'nsa burnini sindirib oladigan qilib ketyapti bolalar. Pashsha ham qo'na olmaydi shekilli. Mana shunday qaysi viloyat ustalari qumshuvoq bo'yicha, shkaturka bo'yicha as bo'lib ketgan, kommentariyaga fikr va mulohazalaringizni qoldiringlar. Hozir bittasi aytdi-da, Qoraqalpog'istonlik ustalar O'zbekiston bo'yicha shkaturkani qirollari deb. Mana Arnasay tumanida ham qirollari bor. Mana shu twerkaga nega sitofon qoplaydi? Kommentariyaga fikr qoldiringlar, ustalar, biladiganlar. Mana biz hozir original ustamiz mana shuni qoplayapti. Sitofonni. Kommentariyaga fikr qoldiringlar. Mayın çıkışın kopyapti, nima qopladi? Texnologiya deydi. Sitofonni tekis bo'lishni o'rgangan-da. Texnologiyaga aylanay. Mana bunaqa qilarganda biz jiyan faqat ko'psibni bilamiz-da. Bu texnologiyalarni tushunmasak. 2026-yil 20-yanvar. Jizzax viloyati Andijon tumani Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan bir xonadon Marg'ilon jome masjidi. Shu masjidimizda mana devorimizda qo'shni hovli tomonidan birinchi sloy urilgan edi, bu ikkinchi sloy edi. Bugun ham hozirroq qolib ketar ekanda, ertanga rais 21-kuniga qolib ketadi. Agar havo yaxshi bo'lsa, endi ertaga inshaalloh davom ettiramiz ishni. Mana shunday do'stlar. O'zbekistonda shkaturkani mohir ustalari Qoraqalpog'istonliklar deydi, lekin mana Jizzax viloyati Andijon tumani Bo'ston MFYda ham o'sha Qoraqalpog'istonlik ustalardan qolishmaydigan ustalar bor ekan mana. Zakazlar bo'lsa olaverasanmi jiyan? Mana zakazlar ham olaveradi. Telefon nomeri ham qoldiraveramiz. Sog' bo'linglar, inshaalloh ertaga davom ettiramiz endi. Kech bo'lib qoldi. Mana 20-yanvar kech bo'lib qoldi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu mahallamizdan bir usta ukamiz kelib bugun mana shu yerda yordam beryapti.
Ustamizni ishiga bitta yurakcha qizartirib qo'yasiz. Bitta klass. Podpiska. Sog' bo'lingizlar. Ertaga davom ettiramiz inshaalloh. Havo yaxshi bo'lsa.